Sizlar yaxshilab o'ylab kommentariylarga o'ylagan narxinglarni yozib turinglar. Nech pul bu xolodilniy skidkaga tushadi? Biz ungacha bu xolodilniyni mini obzor ko'ramiz. Hozirgi kunda kam sonli Xitoyda ishlab chiqarilmayotgan mahsulotlardan bittasi Indesit bo'ladi. Rossiyada sborka bo'ladi. Eniga 60 sm, bo'yi 1.40 bo'ladi. Ichlari ham ancha keng, ko'rsanglar bo'laveradi. Bir polkalari ham reshotkali, aynali bo'lmaydi. O'zida ham ikkita nolovoy polka. Bu yerga mahsulotlar solib bemalol sovitsanglar bo'laveradi. Yonboshda ham o'zida shunaqa akkuratniy polkalar qilingan bo'ladi. Tok rastrotkalari ham ekonomik bo'ladi. Yiliga 275 kW yeydi. Morozikalari ham o'zining ichida joylashgan. Shunaqa mini morozilka bo'ladi. 4-5 kishilik oilaga bemalol yetadi. Narxi qanchalik arzonligini tasavvur qilishinglar uchun bunda to'pdagi 90 sm xolodilniklar $145 dan $165 sotilyapti. Agar sizlar o'ylagan narxdan ham arzonroq qilib bera olsangiz, bizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Bu xolodilnikimizning narxini $173 qilib beramiz. Soni kam, uyga yuboringlar. Nomerlarimiz pastda bo'ladi.